Bu filmning tajidorligini Şinjan Abide Biyopan Texnika cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Do'stim ochiq chuchuk bir tamoqlayli dedi. Abide yalpuz limon ichimligi tayyor. Qo'rqmayman. Menmi qo'rqmayman. Qo'rqmayman deyalaymiz albatta. Vau, Abidaning huzuri rostli qaltis. Abide yalpuz limon ichimligi. Bu filmni Al-Xumar Gırım buyumları cheklik shirkati alohida qo'llagan. Belki Mehriban bundan keyin ayol ayol bo'lmasligi mumkin. Yaqinda men bir yangi to'yga tutish qilayotgandim. Mehriban mening eng yaxshi hamkorlashuvchim bo'lib qolishi mumkin. Bunda yaxshilabız bizden chaqiranmamsan? Aldırmay bilib qolsa. Aras xon qiz, sindibmi adayma şəhərimizlik adaq psixik mütəxəssisi Xurşid adam chaqirib olgandim. Sizlar kasbda sho'g'andikin yaxshiroq tunishinglar. Xurshid malum yaxshimisiz? Men sizni bek yaxshi ko'raman. Sizmi shu kasbimizning peshqadamlaridan men sizningki xiyoliy ong haqidagi tadqiqotlaringizga bek qiziqaman. Nilufar malum sizning kitoblaringizni tavsiya qilgan. Bundan keyin ko'proq yetakchilik qilasiz. Ha, Nilüfer'in şagird bo'lamsiz. Men 10 yil burun Gulbari nomli qildi, bunda o'qigan. Sizning gapingizni doim qiladi. Siz bu tushuncham xeyli cho'nqur. Bir kuni ayrim ishxonamga kelsangiz fikrlasak bo'ldi. Malum siz bek tuz ketdingiz. Men texi bu kasbga yangi tursam, men texi bu kasbda ko'zga ko'ringandek hech qanday natijani yoritib boqmadim. Men xizmatchi edim. Ma'qul, rahmat. Bu yaxınasın kəsər, yaxın dostum buldu, əmmalar tanışıb yaxşı insanlar buldu. Yaxshimisizlar, munosib kelsa.
Attım banmışım bir pijat gibi maliki. Ya şansı oturum yani. Ara üç kucuk sağlam bulmuşsunuz ne? Şu adam şakarap öpüşlemden ne? Ben bunu alay tunuşturup ötey, bu mening en yakın dostum buldu. Biz kunduzgidek görüşümüzde hiç chidaşmaymiz. İsmi Şirin. Öz şehrimizdeki en çoğun muhit asra şirketi buğaltırlık kıldı. Kankısının şirket kuruluşturun öz izlesen buldu. Bunun dadısı bu şehrimizdeki çoğunladı. Tanışqanımdan intayın qo'shalmadim. Demamsa yana bir eg'iz gapon kamlab qoldi. Nimge? Bu to'lg'otdan demamsa. Nigarning do'sti, mening do'stim, nima ishingiz bo'lsa meni izlasangiz bo'ldi. Rahmat. Mana do'stiga, yaraysa do'stum. Endi asosiyatni tunishtirib bo'ldim. Unda so'rni boshlandik qizlar. Boshlaylik. Hammalarimiz chiqib bo'ldi. Qanday qilsizlar? Qizlar yolg'izlar bormi yo oqmi, qizilmi, yonjimi demişsizlar? Xapınmayman qizlar 15 stakan neypon demlab turaman. Bo'ldi ya, araq ichib uyanlay bolsanglar, urib paychiqanlar chiqiydigan eringlar bo'lmagandiki aqalsanglar. Mulozim, qizlaroq ta'zingiz ekran. Men o'zim talay. Bugün Didiya Cem'e ekşip İtalya'nın kızlardan işçilikemizde. Masorun birden lan halkara aşık bitlen oldu. Nima xushmaysiz? Bizlarda arinishmaydi, Undaqcha qarab texnik tetib yoqishingiz kerak. Bu degan aroq emas, qan üzüm suyi. Bir yudum o'tlab yoqmang. Shunday yeniklab qolsiz. Kayfiyatingiz shunday yaxshi bo'ldi. Bir yudum ichib yoqing, ha? Siz boshqa ichib yoqing, ichib qolasiz, men ichib yoqing. Hammalarning araq qo'yib bo'ldimi? Zöhra sanam sizdan qo'yilmabdi bu. Men mashinaydigan Savturxon qizidan opir qo'yishim kerak. Mana xushlik. Men mashinaydigan yili ijodini bir chaqasak bo'ldi. Şu emas, ma hech kim kayfiyatni buzmasin. Hech kim ayrımchilik qilmasin. Ma'qul. Mashlik. Lozim. Bu filmimizdagi erlar kiyimlarini ihson kiyimlari alohida ta'minlagan. Stand up on my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath all. Arzu ümit üçün mangan qadamlarimda naqsham manga hamroh. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'lim hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Ko'pchilikning bu şeyga yig'ilganligida men xushal.
Məşkiyə qız gəp qılay. Mən bəzində oylab baxsam, bizim şu ayollarga nisbətən bək tulum güzel dövrdə yaşayıbdıq. Qaranlar biz həmimiz özümüzün arxıl xizmət orulurdu, özümüzün qiymətini yaratıvatımız. Özümüz pul tepib, özümüz xəşləb, qanda oyunsak öz məylimiz. Aramızda mən bilən dediyi oxşaş muşyaş qırıb qapımı toy qonmay boy daşırıdığan qızlar var. Salat, yaşan Nigar. Yəni necələndən aramızda toydu bəxti çıxmay, paks acışıb ketkenlər var şundağı. Bu işlarni burunqa qoysaq mümkün emasdi. Uçaqlar yanı məktəb bitirib öydükilər nimelikini bilməylə baldırlı yatlıq öydətdi. Bəxti çıxmısımı onundan bunundan qoqqab acırışanmağan. Bir ömür acıq ütüb ötüb gitətdi. Hazırqıdək bir top ayallar oturab araq qısığı, ədsəmimizdən put qoldur sınıb qopattıq. Şu mina deməkçi oğunun bu yerdə otağalanan bəziləri burundan tunuşqa, bəziləri bilgən tunuşduq. Xuddi bir aylık işlərdək turmuşdumu özara köngül buluşub, xizmət işlərdim özara yardım qılışıb, bir aylık işlərdək yaxşı ötəb keçsək. Bugünküdək sorular üzülmüsün, bugünküdək bəxtli turmuşumuz köstəymişsin, əmiz birincisindən götürüb etdim, xoşa. Qandakka, ilozun teshib chiqdimi? Qızlar sorduğumuzda qızıvatılı birdən çan çıxamamdıq. Hə, çıxıraylı. Xan qız naxşını bək toğlaysızğı, birən naxşı etpəməmsiz. Oy, mən naxş etməqil bək uzaq olub getdi. Qandaqdılar? Ay, et bir ay. Ahmet
turmuş səviyyəmizin gündən-günə yuqarı götürülüşüge əgişib, köp qism iste'molchilar o'ziga lozimli narsalarni bevosita tordan yoki undidor savdogarlardan setib olishni oldin tanlash qilmoqda. Munosabatli o'rinlar qonunda belgilangan tor savdo belgilamalariga asosan undidor savdogarlarning inobat kinishkisi bejirish kerakligini ta'kidladi. Bu jihatda eng tez surat va eng yaxshi mulozimat Xinjiang Izdil xalqaro savdo chekish shirkatida. Aloqalash telefon nomeri 181 40 777 797. Xinjiang Izdil xalqaro savdo chekish shirkati. Acaba Halit ya bugün elime bir bal müşteri yazmaptı. Neymiş vatkan bu? Belki o oynayotgandı. Nede bu emiyerim bir xarak bura bitdi muhabbet olsan Elif pek paşa tutamki qanaqlana. Zaraq düşkənin bopdu, onca ola bop getməz. Niməysiz o qaçaqda sarağlan bitdi. Onda qoqaydigan yeriniz bolsa, öyə kirməyə qoyğan. Öy kirmə. Mən apam ağırıb qalğandan başqa vaxt sırtı qunub baxmağa da bulmasın ki. Onda apamın micaz yoxkən, mən apamın öyle qunub qalmayır da. Onda qısam bu biti kirsəm degan dadam bulub qaz texim çoğun şikdəmki aca. Şununla ata-ananız sizni uyga ketdi deb o'ylasin. Yo'ldoshing'iz sizni opsin uyda deb o'ylasin. Ondan keyin men shu atrofda 5 yulduzliq to'fonning birini assam, ağaçsınız ikimiz keçik, paranglashib, mo'lishib yotmamda. Doktor hala doktoram bək bişim qeykətdi. Mən bir doğulan müştacıq yalan sözləndim. Mən hərgiz qamaşdıramayım adam. Olmasın ki. Qayda yaxshi niyatga azroq yolg'onchilik aralashmasa, biz bir yil vaqtda hamma odamni rozi qilib bo'lmaymiz. Jur. Ya, şimdi oldu mu? Apanızdan micaz yok mu ki? Hem sen gidip uxlab qalay. Bugun kechda keyingi solgan filmning sho'yingiz yoki men bak tasdiqlar bilan dil qilgan bilib ko'raklandim. Qiziqmayman. Ham sana nim ko'ramiz. Kinoga emas, sen qiziqmayman. Menga? Meni narim kamki. Bir qadam fursat bersangiz o'manda menga. Bir qo'y berib ko'rib. Şimdi sonra bitti. Rahmet Esa. Böyle bir şey Karan mısın o? Bana sana elimde yap. Keşke de bir kino gerekliydi. Elbette keyingi Visal degan kinonun tunji qo'yishi. Da yaxshi, men ko'ray degandim shu biletlar qisqa. Shuna men aram tasdigida ishda. Ishda? Ha, ma'lum senden mikrofon etti. Onu berib qo'yay. Voy, bek keştiriga. Men boramdagi men ishqona berib keldim. Hem sen bağmaydan onu etme. Onu sokuculup yalnız çıkış olmayı. Hatırlayacağım bile. İşkinize yaşar. Mahmut
Hem sağda Ferdem. 彼此的模样，我是否也和你一样变得很难忘？每一夜不请自来的在脑海游荡，突然变得说话会紧张，莫名其妙惆怅。突然编不出更多理由，为自己圆谎。有个人早就爱上你，总想见到你，却不能告诉你，只好埋在心底。明明想抱你，偏偏要装作不在意，明知道不可能在一起，只好逃避。你也不必和我一样，总选择逞强。遇到感觉对的人时，要告诉对方。我也无法和你一样，客套走过场。至少还可以常怀念你眼里的光芒。突然变得说话会紧张，莫名其妙惆怅。Udah, kino küçük olmuyorsun. Sen mikrobla gelip bakma. Nanda araştıran kızlardan kino görüştü kalmıyor. Əslində mən sinab bağım batdı. Sizin olmazım ki də qasten qaldıq bağa. 只好埋在心底，明明想抱你，偏偏要装作不在意，明知道不可能。Hadi. Çıkarsa. Çıkarsa. Siz ham safarda uxlab qoldingiz. Abay eshikdan kirsam qarib esib qoldim-u, ismim bek chaqirib ketdingiz. Bir kecha meni ko'rmay bek ko'zingiz kelib ketibdi-a. Opam xil yaxshi bo'lib qoldi, ansirman. Bundan keyin sizni hargiz yolg'iz tashlab qo'ymayman. 这个人就是我，请别在意。
Yüzünü yıkay. Nasıl qilmayapsiz? Ha, bo'lmasa ulguramaydikmi? Yo'lda eshitdim, montiy olsam bo'ldi. Men bu bek vaqt qopti. Men sizga nashlamni qilib beramadim. Hech qisi yo'q. Men mana Ali. Qarsa kayfiyatingiz bek nacharlik turib birash bo'lgandi va. yo'q. Akşam toza yaxshi uxlamoqchiman. Sizcha nima bo'lganda? Birash bo'lmagan bo'lsa mayli. Maqsadingizni tushundim. Men to'q necha vaqtingizni Didiyajam qanday bir alay turini tutayotgandu deb o'ylabman. Haqiqatan bek alaydi ekan. Bag'an sirt sizga masligim kelyotdi jimo. Amaliyotda uzundan buyon men o'ynab kelgan. Va o'zim bo'lsam u odatdagi bir normal qiz. Ammo chuqur meni bu yerdagi ko'p salg'a ayollardan farqi bor desak, balki mening jahonning yerimni kezib, sirtki dunyoni ko'rishim eng muhim sababdir. Sizga bek havas qilmayjimo. Buningdagi menga havas qilishingizning hojati yo'q. Bu dunyo faqat bir necha parcha aynak. O bizning ichki dunyo hissiyotimiz bilan tafakkurimizning sho'g'isi xolosdir. Necha parcha aynak? Demakki siz o'xshamagan kayfiyatingiz bilan bu dunyoga qarasangiz, bu dunyo sizga o'xshamaydigan ko'rinadi. Siz mushta bir hissiyati bo'lib baqqanmi? Masalan, o'xshagan bir yo'lning ustida o'xshamagan bir odam bilan bo'lsangiz, o'xshamagan bir hissiyatda bo'lsiz. Ota-onangiz bilan, bolalaringiz bilan, yo'ldoshingiz bilan va yoki o'zingiz yolg'iz mangan vaqtingizda o'xshamagan go'zal manzaralar ko'rindi. Hattoki kichik halqalarmi sizning diqqatingizni tortadi. Haqiqatan shunday kechmi? Bravo. Shuna siz o'xshamagan odamlar bilan sayohatga chiqsangiz, o'xshamagan dunyoni ko'rsiz. Hozirgi sayohat o'maklari to'lisi bir oylik kishilar yoki er-xotin bilan ham tarkib topgan. Bolalarga qarshi bog'chaga yuguraydi. Cho'nglari qo'saqning g'imida. Erlari musiqana ya soat ko'rdi. Ammo ayollarning xiyolida bo'lsa, ko'p degan go'zal şey. Attir, lavsuruq, tirnoqlarki, cho'ng'roq, sumka, shokolad. Qahvaxonaga kelishga istoriyalik mulozim yigitlar. Attirgilar chechilgan vannasi va ispaxona. Yana nurg'un zipaga mos keladigan go'zal manzara. Shundaqmi? Mehribon soldim. Faqat ayollarni tushundim. Shuning uchun bizning eng chong alayligimiz bo'lsa, maxsus ayollar to'pig'i mulozimat qiladigan sayohat liniyasini ta'minlaymiz. Barliq ayollar qiziqmaydigan safarning hammani qoldirib o'tamiz. Har bir qadam, har bir shaharni ayollarning yuragiga tekkirak o'rinlashtiramiz. Siz o'ylab beqing, bir turkum tanış oilasinglar, tunish ya notunish, birlikda chet elga chiqib sayohat qilib kelsa, u nima degan go'zal bir ko'rinish. Quloq kasti bolalarni so'rashtirmay, cho'nglarning g'amini yemay, erlarning ko'ziga qarmay, bir to'p ayollar erkin ozoda yursa, xuddi bugungi so'ringa o'xshash. Naqadar huzur. Haqiqatan bek alaydi bo'g'idek. Undaqda demoqchi bo'lganimiz maxsus ayollar uchun mulozimat qiladigan sayohat shirkati qurishmi? Shundoq oddiy emas. Sayohat faqat
faqat bir boshlanish. Faqat ishinchi vaqti bor, ishinchi puli bor va turmushni haqiqatan suyadigan kishilar sayohatga dasmiya soldi. Musha orqali biz boshdan nishonlagan iste'mol gruppasini suzib chiqa olamiz. Mana musha ayollarning xarajat qilish iqtidori eng kuchli. Haqiqatan yashashni biladi. Sayohat kasbida o'zim pul topqil bo'lmaydi. Ularni chet elda iste'mol qilish orqali ozroq bo'lsin pul topqil bo'ldi. Ammo buning hammasi muhim emas. Biz to'r bo'lamdi, app bo'lamdi, undidor bo'lamdi, ish qilib har qanday usullar orqali bu ayollarni cho'rdib olamiz. Ayollar sayohat o'miki u faqat bir qiziqtirish nuqtasi. Bu ayollar sayohatdan qaytib kelgandan keyin bizga texnik kuchli ishonch va tayinish tuyg'usi bo'ldi. Men izchil o'zimizning ustida ularni davomli mulozimatimiz bilan ta'minlayman. Mayli iste'mol, madaniyat, turmush usuli va yoki qimmat qarashigacha. Ayollar dal mushundoq. Ularni bir qitimlam e'tirof qilgandan keyin, bir qitimlam bo'ysundirgandan keyin kalasini faqat ishlatmaydi. Sheksiz taslim bo'ldi. Ham agishidi. Biz bu shahardagi eng aktiv bo'lgan bir to'p ayollarning diqqat qilgan markazi bo'lgandan keyin, ularning turmush pozitsiyasi va moda ufqining yetakchisi bo'lganda, pul tepish muqarrar ham arzimas bir ishga aylandi. Didiyacha, sizning tafakkuringiz boshlangi o'xshamayotgan. Qanday ifodalab berish bilmay qoldim. Grazie. Qanday so'lim bil qilamsiz? Men nima ish qila olaman? Haras abay so'rindi shunchalarcha odamning oldida meni hamkorlashib uchun bo'ldi degan so'z. Ayron qog'inimdan gapni qila olmay qoldim. Amet siz bek aqlliq. Onun ustiga bek inchki. Bizning bu turimizga nisbatan mulozimat degan eng muhim haqqa. Har xil mulozimat mahsulotini loyilash jarayonida siz eng cho'ng qiymatingizni yarata olasiz. Bu jihatda mendan yaxshi qila oladiganingizga ishonaman. Siz rost astoydil otamsiz-da? Albatta qizim. Men azaldan saxt xushomat bilan vaqt isrof qilish bilan xushaman. Amaliyotda bu sizning bu gapingiz olgandan keyin men bu turga bek qiziqqandim. Menimcha nurg'un yangiliklardan uchrasha olganman. Xuddi bir yangi bir rivoyatdagi cho'chak dunyosini ochgan o'xshashlar. Qarang. Siz tushunishga boshlabsiz, mehribon. Sizning iliq dildor degan so'ngni sizga yordam qilyaptim. Umid dadisiga o'xshash, ham joyil, ham oddiy. Onunga bir ishlarni buyursam shunda astoydil qildi. Lekin yana ba'zi jihatda bek ojizlik qildi. Uning dadisi? Ha. Onun bilan men ana bir dadi bilak atsin. Nurg'un jihatda ishimizga yana o'xshamaydigan yerlar chiq. Dadining qini zot muhim o'xshaydi. Hada men ota-onamizdan ajrashib ketganini bilmaydi ekanman. Ajrashmagan, to'y qilib baxmagan. Bo'ldi. Mening bu ishlarim sal murakkabroq. Keyin vaqt chiqqan masiga ayrim so'zlab beray. Sizning gapingiz kelaylik. Qachon mening yinim kelsiz? Bu tasmikin. Ali mening sirt ishlashimni ancha qo'llab ketmaydi. Onun ustiga hozir bolalar attigan yaslik bordi, kashligi, cho'nglar qarab berdim. Cho'nglar bolalar omroq emasmi? Endi kunduziga boshqa ishmi yo'q. Menchimi Ali sirtda japoda xizmat qilayotgandan keyin men sirtda ishlab uydagi yukini ozroq bo'lsa meni iklasam deb o'ylaydim. Ammo uning nazarida erlar ayolini pul topib olsa va g'urur degan ish deb o'ylaydi ekan. Shunga men ikkinchi uning oldida yig'zichib baxmadim. Bu osongu. Siz onu qoyil qilamsiz, onu qoyil qila oladigan odam bormi? U odatda kimning gapini bekrak anglaydi? Odatda qaynopamning gapini bekrak anglaydi. U o'zini bek vafodor va kuyimchan. Lekin qaynopamning mijozini bek yaxshi. Aligami ortiq talab qo'ymaydi. Uni og'zidan bir gap chiqib bo'lsam Ali yugurib berib qoldi.
Shu qiynapolnikidan boshqa oldin qitim qahvaxona xo'jayini Sulaymon akamnikini bekarak anglamdiki. Yana şu Sulaymanmı? Bu adamın kalışış bınsı bağ mı nime? Acaba hem adam bunu ertuvalap gitedikine? Bu ikisinin arasında zat qanday iş batdı? Asli ish mandaq. Ali shu xizmatdan Oh yeah, no, 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 no. Le cœur vidé par la souffrance des tiens, cet enfant reste là face au destin. Spectateur d'un monde où règne le silence, sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a pu choisir, enchaîné par la peur et de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux, croire que tout ira mieux si personne ne fait rien? Non, 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 si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Non, nous les Asli iş mandaq kelle. Onayda 30 ming koy qarz aptikan go. Şuna rahmet etiş üçün şunu şundaq ço'm ko'ribdikanman. bu faqatlam pulning ishi emas. U vaqtda Alibek o'zgarib ketgan, hatto men uni taniyolmay qolgan. Shu vaqtda Sulaymon akash buni yordam qilib, nurg'un gapdan qilgandan keyin buni silkintirib, xeyli o'zgartgan. Buning xeyli cho'ng o'zgarish bo'lgan. Yangi xizmat topdi, unda uning mijozimi xeyli o'zgarib, tamkin bo'lib qoldi. Lekin yaqin yog'iz yana bir xil xalita. Yaqin yog'iz pek qarbasdan bo'lib qoldi. Hozirgi vaqtda ash burun vaqtlansa esim sap qo'yotdim. Uning yana bir ish bo'lmas bo'ladi. Bu erler daim ayollarını özgürüşçen değil. Əməliyyatda nurgun vaqtlarda bular özleri kiçik bağlam oxşaydı. Avatçılığı köp. Hər az tutturun. Bir kartına gepana qaldınız. Onun üstüne nimdə bezilibdi ki? Alining deyishicha uning ustiga g'alitilan bir belgi sızıqlıq kelibdi. Uni Sulaymon akam ko'rib birdamdan pozitsiyasi o'zgaribdi. Uni keyin Sabirjon Lo'ban ko'rsatgandimi o'xshash ahvol bo'lgan ekan. Bu Sulayman bağan sırlıqlaşıb ketadı. Əmdi qızıvadı. Əlim əxməqkən. Bir natnuş adam neçə qızga qıb qoysam, buray tepib jügəmi bağmı? Yəni onu gödəkçimi. Uzavi qanday qadam ketdik? Alining deyishicha Iskandar degan odam bir yurish qor kostyum kiyibdi ekan. Uning gap qilish bo'lsin, yurishtirish bo'lsin, bek oliyjanob ko'rindi deydi. Ondan uni cho'ng islom qilib boqqandek, cho'ng yerlarni ko'rib boqqandek his tuyg'u beribdi ekan. Gaplarini shundoq jalb qilarliq deydi. Ali shu chog'lam uning shek shubhasizga ishlab ketibdi ekan. Bir yurish qor kostyum, ismi Iskandar. Undan to'g'ri kelib qolgan sho'xdi, ha? Qanday deysiz? Ben nurg'un yillarning oldida İtaliyada oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda mana shunga o'xshash bir odamga uchrab qoldim.